kam xarch hammani uyida topiladigan bor masalliqdan xuddi shunaqa chiroyli mehmonbob yumshoqqina paramasli pishirish o'rgataman. Faqat menga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. 30 tadan oshiq paramash uchun bizga 600 gram sut, ko'rib paramash tayyor. Buni bosamiz. Menga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada iliq so'zlaringizni kutib qolaman. Qaranglar, qisir qiladi. Qaranglar. Vau. Ichlari ham shunaqa qaranglar, sochni bo'lib chiqadi.